Bizni kuzatib boruvchi qadrdonlar, bugun Romax korxonasi tomonidan ishlab chiqariladigan premium seriyadagi eshiklar haqida gaplashamiz. Hozirgi kunda eng trenddagi va bozori chaqqon profil bu Termo 70. Ko'pchilik o'ylarkan Termo 70 dan faqat eshik yasaladi deb o'ylarkan. Yo'q, rom yasasa ham bo'ladi. Mana bu romimiz Termo 70 dan yasalgan. Termo 70 profili to'laqonli metaldan yasalgan, o'rtasida poliamidi bor. Ushbu profilimiz 3 kameradan iborat. Termopoliamid qalinligi 24 mm, stiklopaket, ya'ni oynalar qalinligi 20 mm dan 50 mm gacha. Navbatdagi romimiz Engelberg 7000 seriyadan yasalgan. Devor qalinligi 3 mm, mustahkamlovchi profil 2 mm, kameralar soni 5 ta. Navbatdagi seriyamiz Engelberg 8000 Infinity, kameralar soni 6 ta, mustahkamlovchi profil 2 mm, devor qalinligi 3 mm. Xullas akalar, biz boshqalarga o'xshab xashaki eshikrom ishlab chiqarmaymiz, faqat premium seriyalar bilan ishlaymiz. Shuning uchun mahsulotimizga 5 yil kafolat beramiz. 5 yil servis xizmati mutlaqo bepul. Ko'p gapni foydasi yo'q. Yaxshisi keling, ko'ring va xarid qiling. Biz sizni kutamiz. Qo'shimcha ma'lumotlar uchun mana shu raqamlarga aloqaga chiqing. Engelberg, Shveysariyaning yuksak texnologiyasi.